Ertaga men sizni ishdan oldiraman. 100% ishdan oldiraman. Ko'p ham sarsiramasdan gapir, ko'p o'zingdan. Men sizga hurmat bilan aytaman. Mashinadan tushing akajon. Xo'p, men ham noto'g'ri gapirganim yo'qmi? Behurmat qilganim yo'qmi? Men ham hurmat bilan gaplashaman, to'g'rimi? Noto'g'ri gapirgan bo'lsam ayting edi. Xo'p, tushungan gaplashib olamiz. Siz kimsiz? Kim? Siz boring, aralashmang. Mashinadan tushing. Eshikda ochishga sizda haqqingiz yo'q. Meni mashinamga tegish haqqingiz yo'q. Mashina olib berib qo'ygan joylaringiz yo'qmi? Birontalaringizda? Sizda ham borku, bu yoqqa kelib aralashishga haqqingiz yo'q. Men bu odam bilan gaplashaman. Turash mashinadan. Sarsiramasdan gapir, ko'p o'zingdan ketma. Indamaganga, hurmat qilib gapirganga. O'zi ukam qatori bo'lasan. Ko'p sansirab gapirasan menga. Siz ham borku, menga qarang. Borib ishingizni qiling. O'z siz nima videoga olasiz? Agar videoga olish o'zimni olaman. Men sizni olganim yo'q videoga. Men o'zimni olaman. Videoga olish bilan maqsadi bor. Ertaga men sizni ishdan oldiraman. 100% ishdan oldiraman. Ko'p ham o'tgan safar ham borku mana. Men shu to'xtadim, o'tgan safar ham nasrenamni buzdingiz-da, indamay ketdim, to'g'rimi? Men shiddat odamman. Qarang. Steychik almashtirish muammo emas. Sizning formangizni borku bitta yechitiraman-da, shunaqasini. Steychik qo'yish men uchun muammo emas.